Ba'zi muhabbatlar tasodif emas, taqdir yozgan hikoyadir. O'zbekistonning mashhur va sevimli aktrisasi Yulduz Rajabova va turk kino olamining yorqin yulduzi Emre Kıvılcım. Ularning muhabbati ekran ortida boshlanib, butun muxlislar nigohida haqiqiy hayot hikoyasiga aylandi. Bu oqshom esa nafaqat to'y, balki muhabbat, nafosat, sharqona mehmondo'stlik va san'at olamining eng go'zal uchrashuvlaridan biri bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tashrifi va tabrigi esa buyuk xalq bir-biri bilan xudanda bo'lyapti. davlatlararo hamdo'stlikning negizidir. Necha yillar oldin mana shu kunlarni niyat qiluvdik, yetkazdi Xudo. Yana bir niyat qilamiz. Jaloliddin tug'ib beradi Xudo. Ikki qalb, ikki millat, bir muhabbat. Kelin-kuyovlar baxtli bo'lishsin. Gelin ve damad mutlu olsun.